Assalomu alaykum jigar. Bugun 10-yanvar. Ob-havoni ko'rib turibsizlar omalaki. Yomon sovuq bo'lyapti, hazillashmanglar ama. Hozir уже 1 gradus sovuq bo'lyapti. Soat 5:30. Shunga qarab, buydi deb ko'chalarga chiqib yurmanglar omalaki. Yomon bo'lar shekilli bugun. Uyda issiq qilib, shunday yotib, mazza qilib damda olinglar bugun. Nimalarni ham ko'rsatib qo'ygan, уже boshlabdi hozir. Mana shunaqa. Xullas shunaqa gaplar omalaki. Keyin mendan o'pkalab yurmanglar omalaki. Yomon bo'ladi bu. Davay. Tak. Nima bo'lyapti ekan bu? Bunday ko'raychimi? Sentrlarda aylanib chiqib. Bismillah. Hozirdan o'zi -1 ga chiqibdi bu. Shom paytda. Qarochi o'ylab ish qilinglar omalaki. Bugun yomon bo'ladi. Mashina qizib olsin. Tak. Уже sentrga chiqib kelganimcha 2 gradusga ko'tarilibdi, minus. Bilmaymiz endi, ertamatani endi ko'ramiz endi xudo xolosa qanaqa bo'lar ekan. Nechi gradus ertamatan ko'rsatamiz endi xudo xolosa.